Assalomu alaykum obunachilar. Mening qo'limdan shepbordadan qo'llari deb bugungi taomimizni boshladik. Piyozlarni tillarang qilib qovurib olamiz. Orqasidan ozgina qalampir bo'laklarini solib qovurib olamiz va sabzini ham solib barcha mahsulotlarni tillarang qilib qovurib olamiz. Tillarang bo'lgandan keyin pomidorli sousimizni, blender qilingan pomidorlarni solamiz. Tuz, ziravorlar, ozgina quritilgan qalampir ham qo'shiladi. Achchiqni bo'lsa ishtaha ochuvchi, yana ham shirinroq bo'ladi. Achchiq yoqtirmaydiganlar qo'shmasangiz ham bo'laveradi. Bu palovni farqi, guruchini ham oldindan qovurib olinadi. Endi uzumli do'lmamizni o'rash jarayonini ko'rsatiladi. Ichiga solinadigan nachinkasini opisaniyada to'liq yozib ketaman. Opisaniyani ko'rib o'qib olishlaring mumkin. Shu tarzda o'rab olsalaring qulayroq bo'ladi. Men shuna qilib klonka yordamida o'rab oldim. O'zingizga qulay usulda o'rab barcha do'lmalarni tayyorlab olsangiz bo'ladi. Guruchlarni qovurib bo'lgan palovimiz ustiga do'lmalarimizni terib chiqamiz. Masallig'imizga qarab hajmni mo'ljallab suv quyamiz. Xohlasangiz iliq suv quyishingiz mumkin, xohlasangiz issiq suv, muzday suv quysak ham bo'ladi. Va 35 minutga dimlab qo'yamiz. Dam olib tayyor bo'ldi. Palovimiz va uzum do'lmalarimiz tayyor bo'ldi. Kimga qanday yoqimli ishtaha tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Like va podpiskani ayamang, obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha.